aldanib qolmanglar. Haqiqiy payvand ko'chatni olishga harakat qilinglar. Olgan vaqtga ham ko'ringlar, qani qayerdan payvand bo'lgan joyi barib bilinib turadi. Keyin zoldorini payvamasining ayirish uchun tanasi to'la tikon bo'ladi, xasakis, yovoysini. Ha. Mana buni qarang, bironta tikoni yo'q. Buni tanasi to'la, mana to'la tikon. Yovoy, ha? Yovoyini. Ana shu uchun ham men o'zimning ko'chatlarimga garantiya beraman. 99-100% garantiya mana buni ko'chatda olib ketadilar. Donagidan ekiladi akajon. Donagidan hisoblasak 3 qish. 3 qish. Tanasi hisoblasak 2 qish. Payvand 2 qish. Payvand 2 qish. Payvand qilingandan keyin 2 qishni ko'rdi. Yerni, misol unumdorligini qanday holatga qilasiz, bu sizning zimmangizga. Lekin akamiz garantiya beradigan narsalari shu aytgan o'rik yoki aytgan olma bo'lib, shu meva bo'lib chiqmasa deyaptilar akamiz. Men zimmamga deyaptilar. Xuddi shunday. Mana Kepsiz. Samarqand viloyatini Shreder mahallasiga aynan ko'chatchilikka ixtisoslashgan joyga yetib keldik. Bu yerga O'zbekistonning 12 ta viloyati, qolaversa qo'shni respublikalarga ham bu yerdan ko'chatlar tarqatiladi. Qanaqa ko'chat bor akamiz? Ana bu o'rik, bu olma, bu shaftoli, bu olxo'ri, bu bexi deb hammasini akamiz ko'rsatib o'tdilar. Ko'zim bilan ko'rdim. Shaftolining bir 8 xil turi bor. 8 xil turi bor. Va shaftol 8 xil, zoldorning bir 4 xil turlari bor. Ko'chatni mana ko'radi akajon, mana ko'chatni ko'radi akajon. Mana shu ko'chat. Mana shu ko'chat ustiga savdo qilishadi akajon. Joyidan o'zi xohlasa qarab tursalar, mana shunday biz o'zimiz kovlab, upakovkasini qilib berib, kesib, chiroyli qilib beramiz. Ana shu bizda eng katta garantiyamiz bo'ladi. 3-4 so'm pulda emas, umr ketadi, yil ketadi. Uni etib ekkandan keyin uni ko'karishi, boshqasiga bizlar javob berishimiz kerak. Qanday javob beramiz? U kishi keladilar, misol uchun mana zoldoridan 10 mingta olaman deyaptilar. Bu yerda gaplashamiz, men bu yerdan berib bora olmayman. Nimaga deng? U kishini buncha katta partiyani olib borib ekayotganini yerini borib men ko'rishim kerak. Shuni analiz qilishim kerak. U yer sho'rmi, toshloqmi, qumlikmi, yaxshimi, yomonmi, suvlikmi, cho'l zonami, qattiqmi, yumshoqmi ko'rib, men shunga qarab akajon keling, men sizga mana bu ko'chatni beraman. Buni u kishi tanlagan ko'chat u kishining yerga to'g'ri kelmasligi mumkin. Xalqimizni dasturxonini chiroyli va sifatli mevalar bilan bezatish uchun bilamiz, ko'chat va daraxt kerak. Dehqon va bog'bon akalarimiz diqqatiga, barchangizga alangali assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini O'tkebek. Aziz obunachilar, Bek Buxoro kanaliga yangilik. Endilikda Bek Buxoro jamoasi hozirda Samarqand viloyatini Shreder mahallasiga ko'chatchilikka ixtisoslashgan mahallaga yetib keldik. Bu yerdan aynan Shreder mahalladan O'zbekistonning 12 ta viloyatiga, qolaversa respublikamizning barcha tumanlariga, hududlariga, O'rta Osiyoga ham aynan mana shu yerdan ko'chatlar tarqatiladi va boradi. Ana endi hozir Ramz akamizning oldilariga yetib keldik. Buxoro xalqimizga, qolaversa O'zbekistonning 12 ta viloyatiga, qo'shni respublikalarga ma'lumot bo'lishi uchun e'tibor berasizlar. O'sha daraxtlarimiz o'sha tusi o'zgartirib, barglarini o'sha tushirib, endi uyquga ketyapti. Ko'chatni o'rnataman, bog' yarataman degan dehqon akalarimizga, bog'bon akalarimizga nasib etsa, Ramz akamizdan ko'chatlarimizni chiroyli qilib ma'lumotini beramiz. Ko'rib turibsizlar, ko'chatlarimiz barra holatga turibdi. Bemalol hozir akamizdan ma'lumot olamiz. Ramz aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamaysizmi? Charchamay kelvoldingizmi? Rahmat. Xush kelibsiz. Samarqand viloyatini Shreder mahallasiga aynan ko'chatchilikka ixtisoslashgan joyga yetib keldik. Bu yerga O'zbekistonning 12 ta viloyati, qolaversa qo'shni respublikalarga ham bu yerdan ko'chatlar tarqatiladi. Ramz aka, bog' yarataman degan dehqon va bog'bon akalarimizga, qolaversa xonadonimga 10 ta, 20 ta, 30 ta olib daraxtlarni ko'paytiraman. Daraxt bilamiz aka, ham ekologiyaga, ham bizni dasturxonimizga xizmat qiladi. Xuddi shunday. Daraxtni o'zi havomizni tozalab beradi. Undan shu pishayotgan meva esa dasturxonimizni, xalqimizni dasturxonini boyitadi va bezatadi. Xuddi shunday. Endi aka, nihonlarimizni, ko'chatlarimizni bir ma'lumotini berib o'tsangiz, qanaqa ko'chatlarimiz bor,
Xo'sh, qanaqa sifatlari, necha xil nima deydi, turda va qanaqa mevalar bor, ko'chatlarga qanaqa garantiyalar beriladi? Bu ko'chatlarimiz necha yillik ko'chatlar? Xullas, ko'chat sohasiga bo'ladigan yangiliklarni aka bir ma'lumotini berib o'tsangiz, bog' yarataman, dehqon akalarimizga bog' yaratib, o'zimdan bog' qoldiraman deganlarga chiroyli bir eslatma. Avvalambor xush kelibsiz aka. Rahmat akajon. O'tkir aka, xush kelibsiz. Mana bizlarni Samarqand tuman Shredder mahallasiga. Bizlarni Samarqand tuman Shredder mahallasi butun O'zbekistonimiz, respublikamiz va chetki qo'shni davlatlarimizga sifatli ko'chatlar yetkazib beradi. Ularni yetkazib beradi. Bizlar ham shularga o'z hissamizni qo'shyapmiz akajon. Bizlarda esimiz tarimizki, mana shu ko'chatchilik bilan ota bobomiz o'zimiz shug'ullanib kelamiz akajon. Xullas, shu ko'chatzorning ichiga siz tishingiz chiqqan. Xuddi shunday aka. Shu ko'chatzorning ichiga ishimiz chiqib, shu ichida katta bo'lik desa ham bo'ladi. Bizlarda nonimiz shuni orqasidan halol mehnat. Akajon, bizlarda ko'chatlarimiz har xil turlari mavjud. Ko'chat soni cheklanmagan miqdorda. O'zingiz ko'rib turibsiz. Ko'chatlarimizni qanchaligini, miqdordaligini. Ko'chatlarimiz har xillari bor. Sizga qanday desam, bu olma deysizmi, zoldori deysizmi, o'rik deysizmi, shoftoli deysizmi, aberkos deysizmi, ko'k sultonmi, giliosmi, hamma turdan bor. Ko'zim bilan aka ko'rdim hozir. Shu bog'ni, endi bog' atrofini hozir bir kurik aynalib chiqdik. Qanaqa ko'chat bor akamiz, ana bu o'rik, bu olma, bu shoftoli, bu olxo'ri, bu bexi deb hammasini akamiz ko'rsatib o'tdilar. Ko'zim bilan ko'rdim, guvohi bo'ldim va o'zim shu yerga tashrif buyurdim. Shularni sizlarga bir xalqimizga bir shu manfaatli bo'lishi uchun aka. Xuddi shunday. Shu ko'chatni olib aka xalqimiz, obunachilarimiz etib uyiga qurib, shu daraxt bo'lgandan keyin bir mevasidan yegan vaqtga aka sizga ham, menga ham aka savobi tegib turadi. Xuddi shunday aka, bu savobli narsa. Shunaqa savobi tegib turadi. Bekorga aytilmaydi-ku, dehqon yoki bog'bon o'zingizdan yo bog' qoldiring, yo dog' qoldirmang deyshadi. Xuddi shunday. Bog' qoldirsangiz qoldiring, lekin dog' qoldirmang. Shu uchun aka nasib bo'lsa bir odamzod umri davomiga bir marta yoki ikki marta aka bir bog' yarataman deb shunday bir niyat qilib aka ko'chat olib, bog'ini, misol ko'chatini qayerdan olaman degan vaqtga biz baralla aytishimiz mumkin. Samarqand viloyatini Shredder mahallasiga shu siz xohlagan ko'chatlar bor deb. Garantiyalik. Akajon, mana bu ko'chatlarimiz bizda garantiyalik 100% har xil turdagilardan bor. Misol uchun bitta shaftolini oladigan bo'lsak, bizlarda bugun ham pastdan bolalar ishlayapti, ko'rdingiz. Isuzuga ortib boryapmiz. Buxoroga ketyapti. Sizda ham shaharlaringizga ketyapti. Ana G'ijduvonga ketyapti. Shaftollarimiz bor, zoldorlarimiz. Shaftolimizni bizga turlarini sizga tushuntira biladigan bo'lsam akajon, bizlarda shaftolning bir 8 xil turi bor. 8 xil turi bor. Bu shaftol 8 xil, zoldorning bir 4 xil turlari bor. Yangi chiqqan sortlar deyiladi. Eski endi eski, yangi chiqqan. Mana bu hozir dasturxonimizda sifatli, yangi mevalardan shu bor. Bularning ismlarini aytayotgan bo'lsam, qanaqalarini turini aytayotgan bo'lsam, birinchi pishadigan bizlarda mana shu O'zbekiston territoriyasida birinchi pishadigan yangi sortlarimizda Big Ben degan. O'rik. O'rik. Yo, o'rik emas. Shoftoli. Shoftoli. Shoftoli sort bor, Big Ben deydi. Erta pishadi. Erta pishadi, mayda pishadi u. Oxirida 20-25 larda pishadi. Keyin Amerikanskiy degan sortimiz bor aka. Amerikanskiy degan sortimiz katta-katta, qizil bo'ladi. Big Ben degan sortimiz bor. Keyin Lola shaftoli degan sortimiz bor aka. Keyin Amerikanskiy degan sortimiz bor. Keyin yangi chiqqan sortlardan anjir shoftoli bor. Anjir shoftoli bor. Bular o'zimizning bozorda juda qimmat hisoblanadi, ho'l mevada. Aka, qimmat deganingizga gapingizni o'lim uzr. Men o'zim guvohi bo'ldim. Mana shu yil, ana shu may oyini oxiri, iyun oyini boshi bilan 1 kilo shaftoli Buxoro bozorlariga, dehqon bozorlariga 20 ming so'm aka. Kilogrammi 20 ming. Xuddi shunday akajon. Endi bundan aka hozir agar etib o'rnatadigan bo'lsak, bu yaxshi daromad manbai ham bo'ladi. Men o'zimni o'rtog'imni shu ko'chatzori bor, dalasi bor. Imенно mana shu Shredder mahalladan shu yerdan ko'chat olib ketgan. Endi aytayapti. Erta pishar ko'chatimiz bor, daraxtimiz bor, o'rta pishar daraxtimiz bor va kechki pishar daraxtimiz bor. Xuddi shunday.
Shu yoz mobaynida bizni dalaga shaftoli bo'ladi, deyapti. Uzilmaydi. Yoz boshlandimi, shaftoli bor, to sovuq tushgancha shaftoli bor, deyapti. Lekin narxi arzon emas. Aka, normalni narxlarga sotishadi. Aytayman-ku, bu sohani ham bir iziga tushib, agar bir astoydil, chin yurakdan agar qilaman degan odam aytishadi-ku, yerga tilla yo'shintirilgan deydi-ku. Tilla aslida mana shu ko'chat beradigan hosil aka. Akajon, bu siz to'g'ri aytyapsiz. Bu shaftolini mana bu zoldorning narxi tushmaydi. Shuni. Zoldori shaftolini o'zi boyagi dasturxonlarimiz, to'ylarimiz, marakalarimizga juda zo'r. Chetga eksport boblari ham juda zo'r yo'lga qo'yilgan. Mana hozir davlatimiz ochgan, eksport juda ham kuchli bo'lyapti. Ay zoldorga to'xtaladigan bo'lsak, zoldori bizlarda turshagi. Turshak. Ming dardga davo deyilgan turshagi ham, ayniqsa yuraklarimizga. Shu zoldorimizda har xil sortlari bor. Zoldorimizda ham rubitsa degan sorti bor. Qizil bo'ladi. O'zini o'zi changlatuvchi xususiyatga ega. Keyin esa yubiley navoiy deganlari bor. Ruhay janon degan sortlar bor. O'rigni. Yana boshqa xil 3-4 xil sortlari bor. O'shalar bor. Ular turshak bo'ladi. Xalqimiz dasturxoniga to'kin sochiligi uchun bemalol xizmatini qilyapmiz. Mana shuni olib ketib baraka topishyapti. Xo'p, hozir 2025-yilni noyabr oyini 2-o'yin kunligiga turibmiz. Aka, o'sha boshlandimi ko'chatni o'sha etib o'rnatishlar? Dalalarga? Albatta. Bog'bon akalarimiz o'sha kelib sizdan xarid qilishyaptimi? Xuddi shunday akajon. Xo'p, ana endi aka, xarid qilishyapti. Siz o'zingizning ko'chatingizga qanday garantiya berasiz aka? Men o'zimning ko'chatimga akajon garantiyasi qanday bo'ladi? Biz mana biz bilan aloqaga chiqishadi, telefonda chiqishadi. Bizlarda ko'chatimiz garantiyasi qanday? Keladi. Ko'chatni mana ko'radi akajon, mana ko'chatni ko'radi akajon. Mana shu ko'chat. Mana shu ko'chat ustiga savdo qilishadi akajon. Joyidan o'zi xohlasa o'zi, xohlasa qarab tursalar, mana shunday biz o'zimiz kovlab, upakovkasini qilib berib, kesib, chiroyli qilib beramiz. Ana shu bizda eng katta garantiyamiz bo'ladi. Chunki uzoqdan turib telefon qilib biz bu yerdan ko'chat yuborib, u kishi qanday ekadi, nima qiladi biz bilmaymiz. Xullas, meni tushunishim bo'yicha akamiz garantiya beradilar. Endi Niholni aka bog' yarataman deb, misol keling yana bir 100 ta, 200 ta, 300 ta ko'chat uchun yo 1000 ta ko'chat uchun joy tayyorladik. Ko'chat qurmoqchimiz. Bir kun vaqtimizni ayamasak, erta turib Samarqand tomon shu yerga masalan dam olish kunlari kelasiz, ko'zingiz bilan ko'rasiz. Yuzma-yuz savdolashasiz akamiz bilan. Men hozir qana o'tiribman, shuna o'tirgan holatda akamiz bilan savdolashasiz. Savdolashganingizdan keyin akamiz narxini kelishtirib beradilar. Nasib bo'lsa Bek Buxoro kanalidan desangiz ham yana hozir akamiz buni aytib o'tadilar, nimalar sovg'alab berishlarini. Xudo xolasa yuzma-yuz bo'lsangiz, ko'chatni ko'rasiz. Ko'chat barra holatda turibdi. Mana balandligi ham ko'rib turibsiz. Xohlagan ko'chatingizni sizni cho'ntagingizdagi pulingizga qarab, misol meni cho'ntagimga mana buncha pulim bor, mana buncha ko'chat olmoqchiman, shunga yarashasidan zo'rdan tayyorlab bering desalar, ko'chatlarimiz tayyorlab beradilar aka. Va siz aka garantiya beraman deyapsiz, o'zlari kesiladi deyapsiz. Etib misol qanaqa dalaga etib quradilar, uni ham agrotexnikasini tushuntirasiz. Xuddi shunday. Avvalo misol uchun 500 ta, 1000 ta olaman deganlar bo'ladi. Ba'zi 10 ming ta, 20 ming ta olaman deyotganlarga bu katta summa o'ynaydi aka. Bu 3-4 so'm pulda emas, umr ketadi, yil ketadi. Uni etib ekkandan keyin uni ko'karishi, boshqasiga bizlar javob berishimiz kerak. Qanday javob beramiz? U kishi keladilar, misol uchun mana Zoldoridan 10 ming ta olaman deyaptilar. Bu yerda gaplashamiz, men bu yerdan berib bora olmayman. Nimaga deng? U kishini buncha katta partiyani olib borib ekayotganini yerini borib men ko'rishim kerak. Shuni analiz qilishim kerak. U yer sho'rmi, toshloqmi, qumlikmi, yaxshimi, yomonmi, suvlikmi, cho'l zonami, qattiqmi, yumshoqmi ko'rib, men shunga qarab akajon keling, men sizga mana bu ko'chatni beraman. Buni u kishi tanlagan ko'chat u kishining yerga to'g'ri kelmasligi mumkin. Bu kishi katta summada olib ketadilar, ekadilar, xuddi shunday qilib olib borib ekadilar.
ko'kara bilmasligi mumkin. Aha. Ko'karmasligi mumkin. Quridi deyishadi. Quridi deyishadi. Shu uchun men boraman, tekshiraman, haqiqatan ham shu ko'chat to'g'ri kelsa beraman. Bo'lmasa uzr. Bera olmayman. Chunki erta bu yaxshi narsaga olib kelmaydi. Bu kishi umid qilib, shunday. O'ziga avvalo yo farzand yo nevaralarimga deb ko'rsin baribir daromad qilay deb etib ekadilar. Shunday. Endi ko'p eshitib qolamiz aka, to'g'ri bu gapingiz. Men nihol olib keldim chetdan, boshqa viloyatdan. Ko'chatim tutmadi deyshadi aka. Buni ham mana akamiz aytib o'tdilar, nimadan? Yeriga, suviga, misol aynan Buxoro territoriyasini aka men tan olaman, sho'rligimiz balandroq. Imina Samarqandga. Akajon gapingizni oling, iqlimi ham. Chunki yozi juda issiq. Qishi juda sovuq akajon. Cho'l zona, ochiqlik, yayovlik. Unga ham shamol kuchli bo'ladi. Unga egilib, tikka bo'lib, o'shaning ham hisobini, razvivkasini olib qilish kerak akajon. O'shani hisobiga akamiz aytayaptilar-ku, kelsangiz, ko'rsangiz, men sizga yerdan o'zim tanlab, misol siz tanlaganingizni, barra holatdagi ko'chatni qazib beraman, siz mendan olib ketasiz. Agar katta miqdorda bo'ladigan bo'lsa, akamiz aytayaptilar, erinmasdan borib yeringizni, unumdorligini ham ko'raman. Sizni yeringizga qanaqa ko'chat kerak? Shu uchun bemalol tashlab berasiz. Обязательно meni o'zim ham sizga taklif qilaman, kelib shu yerga ko'chatni ko'zingiz bilan ko'rganingizni sizga eng nimasi aslovniy ana shu. Endi agar dastavka qilib berish masalasi bo'yicha imkoniyati bormi aka? Akajon, dastavka bor. 12 viloyat deydimi? Bemalol dastavka xizmati bor. Yo'lga qo'yilgan, hozir ham dastavka qilyapmiz. Lekin taraf bor. Bu taraf bor. Nimaga? U kishi g'oyibdan telefon qiladilar. Telefon qiladi, men bu yerdan gaplashaman. Ikkalamiz ham bir-birimizni ko'rmagan. Shunday. Ko'rmagan. U kishi aytadilar, "Ukajon" deydilar, misol uchun mendan shuncha ko'chat kerak deydilar. Men yuboraman. Ko'rsatib yuboraman. Yo'lga shopirimiz qanaqa ana unda olib ketadilar. Usti ochiq mashinaga olib ketadilarmi? Ildizi shamollash, shamolda qurish bo'ladi. Har bitta tomirda o'zida bileslik bo'ladi, soki bo'ladi akajon. Suv bilan ana shu qurib qolsa, erta ekadilar u kishi, bir ko'karib quriydi. Keyin bu klientimizning tarafiga, bog'bonimizning tarafiga u kishi qanaqa yerga ekadilar? Men bilmayman-ku. Voy, necha kundan keyin ekishadi? Necha kundan olib borgandan keyin ko'chatimizni, mana olib borgandan keyin ko'chatimizni birdaniga darhol unga 3-4 paqir suv tashlab, ustini ko'mib qo'yish kerak. Olib borgan zahoti ekolmaydilar, 1-2 kun, 10 kun, qo'pol bilan 1 oy yerini tayyorlab, shudgor qilib, chiroyli qilib ekadilar. Shu uchun uni men bilmayman. Shu uchun bunday qilsak bo'ladi. U kishi bizga aloqaga chiqadi. Menga 100 ta gilos, zoldoriya, shaftoliya, qarol ko'chat kerak dedilar. Men kelaman, O'tkir aka, sizga misol uchun video syomkada aka, mana sizni 100 ta ko'chatingiz mana bu yerdan kovlanyapti. Mana bu yerga upakovka qilindi. Mana bu daraxt, mana bular daraxtlar, mana bu mashinaga ortildi deb video syomka qilib u menga turadi. Yuboraman, garantiyali. U kishi oladilar. Ukajon, mana bu mashinadan oldim video qiladilar, ekadilar, mana sanikini ekyapman deb. Mana bunaqa yerga deydilar. Endi borib kela olmaymiz-ku, kela olmasalar. Mana shunday qiladilar. Keyin unga ishonib qilsak bo'ladi. Shunday. Agar kelish imkoniyati jab bo'lmasa, lekin 100% kelib, mana ko'chat ustiga ko'rib, ko'zlarini oldiga mana shu ko'chatlardagi qazib berishni bizlar xohlaymiz. O'zlarini ko'zini oldiga ertalik kunda tushunmovchilik bo'lmasligi uchun, bir-birimiz bilan tushunmovchilik, kelishmovchilik bo'lmasligi uchun. Bu akamiz ham to'g'ri aytdilar bu kishi. O'zingiz kelsangiz, ko'rsangiz, siz barra holatda ko'chatni shu yerdan qazib, ko'zingizni oldiga qazib berganlaridan keyin ertasiz uyingizga olib borib yoki yeringizga olib borib, "Meni ko'chatim quridi, ko'karmadi" degan taqdirga bu kishi sizga hech qanaqa yordam bera olmaydi. Nimagaki, bu odam sizga aytgan, "Aka, meni yerimga ko'chatim tayyor, mana barra holatga bargi bilan turibdi. Sveji turibdi. Endi bu yog'i sizni zimmangizga." Nimaga? Akamiz aytgan o'sha olib borishga, etib sirazi o'rnatish yoki o'rnatmaslik, даже suvga, yerni agrotexnikasiga, qaysidir yerlarni ko'ramiz toshlik, chag'illik. Shunday akajon. Qaysidir yerni ko'ramiz sho'rligi baland. Qaysidir yerni ko'ramiz yer och. Yer och. Hech qanaqa misol go'ng yoki bir mahalliy o'g'it bilan
nima qilinmagan, o'g'itlanmagan. O'g'itlanmagan. Ha, keyin aka yerga ko'chatni etib, masalan, qaysidir ko'chat 10 sm chuqurligini xohlaydi. Qaysidir ko'chat 20 sm. Xuddi shunday. Qaysidir 50 sm xohlaydi. 50 sm xohlagan, 50 sm chuqurligini xohlagan ko'chatni siz 20 sm ga qo'ysangiz, u ko'chat tutmaydi. Lekin masalan, qaysidir 10 sm chuqurlik xohlaganini etib 50 sm chuqurga qo'ysangiz, u ham tutib ketmasligi mumkin. Mana shu tomonlari bo'ladi. Lekin akamiz meni o'zimga iminni aytdilarki, aka, men ko'chatni shu o'rikni, misol qanaqa sort o'rik deb aytdim, shunga men garantiya beraman dedilar. To'g'rimi aka? Xuddi shunday akajon. Aytgan mevangiz bo'lib chiqishiga garantiya beraman deyapti. Garantiya beraman. Agar shu meva bo'lmasa, aytgan meva bo'lmasa, shu aytgan razmerda shu meva bo'lmasa, u meni zimmamga deyaptilar. Lekin ko'chatni ko'karib ketmasligiga unga men garantiya bermayman, chunki siz meni dalamdan, siz meni o'sha yerimdan sveji barra holatda siz olib ketdingiz. Endi u yog'i sizni zimmangizga, yeringizga, suvingizga, qanday ekishingizga, qanday agrotexnikangizga, misol ko'chatni qurdingiz, shu bilan ketmaysiz uyingizga masalan. Böyle bu endi ko'karadi, bu bahorga shu gullab meva beradi. Unaqa narsa emas. Bu ham aka xuddi bir yosh bola, chaqaloqday, xuddi shunday aka. Narsa. Chaqaloqday narsa, buni ham unga mehr ko'rsatish kerak. Joni bor, mehr ko'rsatish kerak. Bunga ham o'z me'yorida agrotexnikasini qilish kerak. Endi nima deydi? O'g'itini solish kerak, kesish kerak. Jon bermasang, janona qayda deydi. Shu uchun shunga ham mehr bermasangiz, bu sizga bog'izni borib gullatib yashnatmaydi. Bunga ham mehr kerak. Buni ustiga misol kerakli mehrni berib, o'g'itni berib, suvini berib, yerni, misol unumdorligini qanday holatga qilasiz, bu sizning zimmangizga. Lekin akamiz garantiya beradigan narsalari shu aytgan o'rik yoki aytgan olma bo'lib, shu meva bo'lib chiqmasa deyaptilar akamiz. Men zimmamga deyaptilar. Xuddi shunday. Mana akamiz mana shu narsaga garantiya beradi. To'g'rimi aka? Xuddi shunday. Siz mevasiga garantiya berasiz. Beraman. Aytgan narsaga chiqadi. Shunday. Chunki bizlar o'zimiz bog'larimiz bor, shaftoli bog'larimiz, zoldor bog'larimiz bor. Bizlar birovni bog'idan chirinka deyiladi akajon. Kesib kelib qadamaymiz, ulamaymiz. 100% payvand qilamiz. Payvand bo'ladi aka. Ha, akajon, mana 100% payvand bo'ladi. Mana. Ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu joyi bor-ku, payvand hisoblanadi akajon. Urgan biza payvand bo'ladi. Yovoyisi aka mana bunday yomon yondan chiqadi. Yondan chiqadi. Buni qirqib taylanadi aka. Mana bunisi payvand hisoblanadi aka. 100% payvand hisoblanadi. Chist payvand tana qoladi-yu, yovoyisi kesib tashlanadi. Kesib tashlanadi. Va shunga ham ko'p inson bog'bon akalarimiz, dehqon akalarimiz aldanib qoladi. Ana shunisiga e'tibor berishlarini xohlardim men. Zo'r, lekin haqiqatda ham payvand ko'chatlarni siz olishingiz mumkin. Значит, bu aka payvand. Xuddi shunday. Payvand. Endi aka, misol ko'pchilik farqla olmaydi aka. Yovoyi bilan payvand qilinganni, xasaki bilan ya'niki. Hozir men sizga shu yovoyi bilan payvand farqlab beraman aka. Dehqon akalarimiz, bobolarimiz uchun men sizga farqlab beraman. Aka, bu nima bu? Bu aka mana shu ko'chat kovlaydigan lapotka deydi-da bizlarga. Mana mashinaning resordan yasalgan. Tomirga zarar bermaydi-da bu. Ko'chatni tomiriga bu zarar bermaydi. Shu chuqurligi ham yetarli chuqurlik. Shuni qo'ziladi-yu, sразу zarar bermasdan ko'chat nima olinadi. Xuddi shunday. Lekin yer ag'darsangiz zo'r ekan bu bilan. Hozir akajon, mana Daji ko'chatni qaziydigan o'zining sir sun'ati bor. Kimdirlar yaqin qazadi ko'chatni. Shunday. Asla uni kerakli tomirlarni chopadi. Xuddi shunday. Ana undan keyin ko'chatim ko'karmadi deydi. Xuddi shunday. Bu uchun akamizga aloqaga chiqsangizlar, akamiz sizga daji ko'chatni qanday kovlashlarini ham tartibini tushuntirib beradilar. Xuddi shunday. Ko'chat qazishga, ko'chat yetishtirishni ham o'ziga yarasha sir sanoati bor. Xuddi shunday. Bekorga bu odam dehqon emas, chunki bekorga aytmadim, meni tishim shu yerga chiqqan deb. Akamizning tishi aynan mana shu yerga chiqqan. Nimagaki shu ko'chat zo'rni ichiga katta bo'lgan akamiz. Akajon, buni ushlab turasiz. Xo'p. Hozir men sizga bitta boshqasidan ham kovlayman. Yovoyisidan aka. Yovoyisidan.
Ujib hamlashni boshladingiz. Nasib bo'lsa aka, bir rozi bo'lsangiz Buxoroga ketadi bu aka. Inshaalloh. Nasib. Mendan o'zim uyimga quraman aka. Inshaalloh. Farzandlarim shuni mevasidan yeb aka, sizni duo qiladi. Rahmat. Nasib bo'lsa mana. Lekin aka, sifat ham bor ekan-a? Akajon, Aha. Mana bu payvand. Aha. Olib keling operator, yaqinroq ko'rsating. Mana payvand. Aha. Payvandligining sababi mana hozir buni ushlang, men tushuntiraman. Mana bu yerga payvand urilgan. Aha. Mana. Aha. Mana bu payvand agar ko'karmasa, Aha. mana bu yondan yomoni chiqib, yovoy bo'lardi. Mana payvandi ko'karmagan, mana. Aha. Payvand Ko'karmagan. Polni yovoyi chiqqan. Aha. Dehqon bobolarimiz shunga aldanadi. Deyarli ikkovi bir xil. Ana shu uchun ham men o'zimning ko'chatlarimga garantiya beraman. 99-100% garantiya mana buni ko'chatda olib ketadilar. Hozir qarang. Mana bu tanasini qirqib, mana bu shoxlarini qirqib aka, misol original shu aytgan mevam deb o'zi sotsangiz ham, misol odamlar ishonishi mumkin. Lekin ana buni mevasi bo'lmaydi. Bunaqa mevani bermaydi. Ana shunday. Bu yovoyi bu. Xuddi shunday. Shunga e'tibor beringlar. Aldanib qolmanglar. Haqiqiy payvand ko'chatni olishga harakat qilinglar. Olgan vaqtga ham ko'ringlar, qani qayerdan payvand bo'lgan joyi barib bilinib turadi. Keyin zoldorini payvonmasini ayirish uchun tanasi to'la tikon bo'ladi, hasakisi, yovoysini. Mana buni qarang, bironta tikoni yo'q. Buni tanasi to'la, mana to'la tikon. Yovoy, ha? Yovoyini. Endi bu ham aka o'rik beradi, bermaydi emas. Xuddi shunday. O'rik beradi, lekin sifati past o'rik bo'ladi. Xuddi shunday aka, sifati past bo'ladi. Bu ham shunga o'xshagan ko'chat. Lekin bu yovoy. Misol uchun mana bu zoldorimiz 20 ming so'm bo'lsa, mana bu aka 5 ming so'm. Narxida farqi bor. Buni qanaqa o'rik bo'lishini siz garantiya bermaysiz. Lekin bunga garantiya berasiz. Bu siz aytgan ko'chat bo'lib chiqadi. Xuddi shunday. Mana misol uchun Rubista degan zoldori qizil. Mana shunday qizil katta chiroyli zoldor bo'ladi. Bu esa boyagi sizlarda aytadi, donagiga yopishib qolgan deydi. Ana shunaqa bo'ladi bu. Ana shundan ham farq qiladi. Lekin ikkalasi bir joyga o'syapti. Xuddi shunday, bir joyga o'syapti. Bu yovoyi, bu payvand. Ana shunga bizlar narxiga talashamiz. Sifatli ko'chat berishga harakat qilamiz. Narxiga talashmagan odamlar pachkani ichiga 25 ta bo'lsa 5 ta bundan qo'shadi aka. Narx o'ziniki misol arzon beradi. Keling aka, buni hozir siz 10 mingdan bir so'm arzon qilmayman desangiz, men aytaman, aka deyman, keling deyman. Mani ko'chatim 8 mingdan. 8 mingdan ko'chat, lekin ikkovi bir xil. Lekin aytaman, aka siz garantiya berasiz degan vaqtga men aytaman, aka garantiya deyman. Lekin erta 3 yildan keyin yoki 5 yildan keyin menga aytsangiz, uka, ko'chadan olganga. Sendan ko'chat olgan edim. Shu aytgan meva bo'lib chiqmadi desa, men aytaman, misol aka, siz misol unaydir, bunaydir boshqa ko'chatdir, adashtirayotgandirsiz, boshqa joydan keltirib qurgandirsiz deb, men gapni boshqa yoqqa burishim mumkin. Ko'chat olganga mana shu narsasiga e'tibor beringlar aka. Shuning uchun sifatli garantiyali ko'chat bo'lsa, haqiqiy payvandni olishlaringiz mumkin. Xullas, bu aka Samarqand Shrider mahallaga qoladi. Bu nasib etsa aka Buxoroga ketadi. Eminna bizda o'zim uyimga aka quraman. Aka endi qo'ying uni. Xo'p, bo'ladi. Mana shu ko'chatni olib aka sizga nima? Bu ko'chatimiz. Nechta qishni ko'rdi bu? Bu akajon 3 qishni ko'rgan. 3 qishni ko'rdi, ha bu. Endi qanday desam, bu donagidan ekiladi akajon. Donagidan hisoblasak 3 qish. 3 qish. Tanasi hisoblasak 2 qish. Payvand 2 qish. Payvand qilingandan keyin 2 qishni ko'rdi. Bu barra holatga. Nasib bo'lsa buni etib o'rnatsangiz ham, bu sizga garantiya, agrotexnikasini to'g'ri bera olsangiz, bu sizga chiroyli hosil beradi. O'rik necha yilga hosil beradi aka? Akajon, o'rik 3 yilda namuna ko'rsatadi, qanaqaligini namuna ko'rsatadi. Agar gektar ekadigan bo'lsangiz, katta tonna olaman desangiz akajon, 5-yildan katta tonna berish boshlanadi. Massa berish boshlanadi. U 1 yilda deyiladi, 2 yilda deb bizlar yolg'on yaxshi gapirmaymiz. Avvalo olib borib ekkan yilingizdan namuna ko'rsatadi. Bizlar bitta ikkita namuna demaymiz aka. Bog' 3-yildan.
ko'rsatib boshlaydi. 5-yildan tonna chiqaradi. Xudo xohlasa. Avvalo tagiga bog'liq, o'g'itiga bog'liq. Shaftoli necha yilga hosil beradi aka? Aka, shaftoli o'zi umuman boshqa masala. Aha. Shaftoli 1 yillik tanasidan hosil beradi. Ha. Mana bu yerda shaftollarimiz bor aka, mana keling. Mana. Bu yerga qo'ying, buni olib ketasiz. Aka, buni ham olamiz. Olamiz a? Buni olib boramiz. Hozir bitta o'rdan ham qozib ko'rsatib berasiz. Shaftolini ham, payvand bo'lishlari. Mana zoldorlar mana. Aka, bu qanaqa ko'chat bular? Bu akajon, siz boya ko'rganlar zoldori, bular esa qaroli. Olxo'ri. Olxo'ri. Qaroli deydi bizlarga akajon. Ruschasiga sliva. Ruschasiga sliva. Slivani aka 5-6 xil sorti bor. Aha. Vengerka degan sorti bor. Chorna sliv degani bor akajon. Bu Black Diamond degan sortlar bor aka. Black Diamond. Black Diamond katta bo'ladi. Internetda yozsalar ham ko'rishlari mumkin. Katta. Juda shirin, juda hamyon bo'lib, bu Yevropadan olib keltirilgan chirinkasi. Bizga Yevropadan kirib kelgan. Tanish bilishchilik qilib Yevropadan olib keltirganimizda xalqimizning manfaati uchun, mana dasturxoni uchun, erta bog' qilsalar baraka topishlari uchun. Yevropadan kelgan ko'chatlarimiz ham borda. Bor. Xo'sh, aka, bularimiz qanaqa? Bular o'rikmi bular? Bular o'rik. Aha. Yubiley Navoiy, Rubitsa. Xullas 5 gektar maydonga ko'chatlarimiz. O'zbekiston sharoitida qanaqa hosil beradigan daraxtlar o'sadi? Barchasi mana shu 5 gektar maydonda ko'chat bor. Barcha turda. Kelasiz, ko'zingiz bilan ko'rasiz. Menga mana shu ko'chatni bering desangiz, akamiz mana shu texnika bilan o'zlari qazib beradilar yoki men o'zim qazib olaman desangiz, buni ham imkoniyati borayizlar. O'zingiz qazib olishingiz mumkin. Agar o'zingiz kelib ko'radigan bo'lsangiz, o'zingiz uverin bo'lasiz, ya'niki o'zingiz ishonch hosil qilasiz. Misol hozir aka, sizni men birinchi marta ko'ryapman. Xuddi shunday. Telefon orqali gaplashsam, sizga ishonmasligim mumkin aka. Xuddi shunday. To'g'rimi? Xuddi shunday aka. Shu agar 100% kelsam, ko'rsam, ko'chatni o'zim yerdan qazib olsam, men ko'chatga uverin bo'laman. Haqiqatda ham ko'chat barra holatda, ya'niki sveja holatda turganiga. Xuddi shunday akajon. Agar olib borib ko'chatni o'stira olmasam, quritib qo'ysam, bu meni zimmamga. Xuddi shunday. Men o'zimdan aybni qidiraman va o'zimni yerimdan kamchilikni qidiraman. Xuddi shunday. Mana bu yerda ko'k sultonlarimiz bor akajon. Aha. Ko'k sultonlarni bilasiz. Aha. Katta bo'ladi, sariq bo'ladi mana akajon. Mana. Xullas masdan bu. 5 gektar maydonga xudo xolasa tugab qolmaydi. Aka, sir bo'lmasa, xo'p akajon. Endi birovda aka nima deydi? Otxonasiga kirib otini sanaydigan nimamiz yo'q. Xuddi shunday. Endi dil o'zimiz uchun umumiy qilib aka necha mingta ko'chat bor o'rtacha aka. Aniq soni kerak emas, o'rtacha. Masalan, 5000 dan 10 mingtagacha yoki 5000 dan 8000 tagacha ko'chatlar bor desangiz ham bo'ladi aka. Akajon, bu 5 gektar yerimizda cheksiz urilgan. Cheksiz. Siz o'zingizdan bilmaysizlar sanog'ini. Yo'q, sanamagansiz. Ha, ular endi sir bo'la qolsin. Shunday. Keyin yana sanasangiz ham barakasi tushadi. Xuddi shunday. Agar o'zingiz ham e'tibor bermasdan shu yerni to'ldirguncha ko'chat quray desangiz, o'sha qanchagina bo'ladi. Xuddi shunday. Lekin men ko'zim bilan ko'rdim. Xudo xolasa O'zbekistonimizni yashil maydon qiladigancha yetadigan ko'chatlarimiz bor. Xuddi shunday aka. Xo'p, aka, shaftoliga keldikmi endi? Xuddi shunday. Shaftoliga keldik. Shaftollarimiz aka, necha qishni ko'rgan bu ko'chatlarimiz? Bu qishni 2 qishni ko'rgan, donagi bilan desak 3 qishni ko'rgan akajon. Mana sifatli, garantali, o'zingiz aytgandek barrachali shaftollarimiz akajon. Barra holatda. Barra holatda sveji, payvand 100% garantiyalik. Bir 6 xil turda bor akajon. Aytganimiz erta bahor maydan pishib aka, oktyabr oyigacha uziladiganlar bor. Mana. Ikkitasi 1 kilo keladigan sortli shaftollarimiz ham bor. 2 donasi, yarim kilodan keladigan shaftollarimiz ham bor. Shunday katta bu shaftollar bormi? Katta, unga faqat dehqon bobolarimizdan mehr xohlaymiz. Mehr beradilar, bo'ldi. O'zi hosil soladi. Shaftolni boyagi savolingizga keladigan bo'lsak akajon, shaftoli ishonmasangiz, akajon aralashimiz kerak. Ichida hosil berganlari ham bor. Bor edi. Shaftolimiz aka 1 yillik tanasidan hosil beradi. Shul etib tramo qurasiz. 2026 mana bahorda qurdingiz. 2027 hosilni ko'rasiz, men bunga 100% garantiya beraman. Yeringizni ko'ramiz, iqlimini bilamiz, issiq ob-havo, suvini mo'tadil ravishda chiroyli qilinadi. Bu yildan 2027 hosilni ko'rasiz. Hosilni ko'rasiz 100%. Xo'p, aka, shaftoli umuman sizning faoliyatingiz davomida siz sinab ko'rdingizmi, necha yil umr ko'radi o'rtacha?
Shaftolini aka ko'proq mehr talab qiladigan ko'chat hisoblanadi. Shaftolini 1 yilda 2 marta kesiladi aka. Meva berishiga ham bor akajon. Meva berishiga kesishga ham juda bog'liq. Kesishga ham juda bog'liq. Ko'plar tushunmay turib aka mana bo'ladigan bo'lsa, shaftoli men o'zim ham mana shaftoli bog' bu. Shaftoli bog' bo'ladigan bo'lsa, mayda shoxlarni kesib tashlashadi. O'zi shaftolida mana shu shoxlar mana bular hosil aka, kurtaklar. Mana shularni kesmaslik kerak. Shaftolini kosa shaklda kesadi akajon. Kosa shaklda qilib kesadi. Buni qonun qoida shunaqa. Shaftolimiz keyin sal kamroq yashaydi. Umri sal kamroq bo'ladi. Agar bunga aytgan agrotexnikalar bilan ishlasangiz, bizlar misol uchun olib borib ekkandan keyin bog'bon bilan aloqani uzmaymiz. Shuni. To hosil berib 4-5 yil davomida aloqada bo'lib turamiz. Qanaqa dori sepish kerak mevasiga, nima qilish kerak, qachon o'g'it berish kerak, hammasiga bizlar turib beramiz. Ya'niki konsultatsiyasini qilamiz. Bu shaftolimiz aka uzoq yashasa, qo'pol uzoq yashasa 15 yil. 15 yil. Undan keyin shaftoli qarib boraveradi. Qarib boraveradi. Lekin 15 yil bo'lgani bilan 2-yildan hosil beradi, 3-yildan 1 gektardan tonna massiviy bozorga bemalol damas moshin tonna chiqaraverasiz. Unga bizlar 100% garantiya beramiz. Mana shu videoni ko'rib turgan bog'bonlar ham biladi bu gapimizda. Chunki sotib daromad ko'rgan. Mana shu shaftoli shunaqa bo'ladi, yoshi. Agar yaxshi qarolmasangiz, hech nimaga yaxshi qaramasangiz unmaydi akajon. Shuni. Hech narsaga yaxshi qaramasangiz, yoshi qisqarib ketadi. Qarasang bog'man, qaramasang dog'man deydi. Ana bu shu uchun ham mana bog'bon akalarimiz bunday qiladi akajon. Mana zoldorimiz umri uzoq. 65-70 yil yashaydi aka. Yaxshi qarasangiz. Shu uchun shaftoli misol uchun 1 gektarga 4 ga 5 1 gektarga ekadigan bo'lsak, 500 ta, 550 ta ketadigan bo'lsa, 4 ga 5 qiladi. Traktor agrotexnikasi yuradigan joy 5, eni 4 bo'ladi-da, zoldorni ekadi. Arasiga shaftoli ekiladi. Bu yerdan davlatimiz aytayotgan unumli foydalanish bo'ladi. Bu zoldorni massiviy solishi 5-yildan bo'lsa, shaftoli massiv solishi 3-yildan bo'ladi. Ana shu uchun borki, shaftoli 10 yillar bo'ladi, o'sha massiv solishi daraxtdan meva solishi minusga ketaveradi 10 yildan keyin. Zoldor kuchayaveradi. Keyin arasidan shaftoli qirqib oladidagin zoldorni o'zi qoladi. Davom etadi. Bu daromadga tezroq kirish deyiladi. Tezroq daromad qilish deyiladi. Aka qarang. Ana shunday sirlari bor akajon. O'rtacha necha metrga necha metr bog' yarataman desak, necha metrga necha metr biz ko'chatlarni qurishimiz kerak. Shaftolini o'zidan qilaman desa, 3 ga 3, 3 ga 4 yoki. 3 ga 4 qilsa texnika yuradi. 3 ga 4. Yerlari katta bo'lsa, bo'lmasa 2 ga 4 dan bo'ladi shaftoliga. 2 ga 4 dan bo'ladi. Agar boyaga aytganimdek zoldordan bo'ladigan bo'lsa akajon, 4 ga 5 arasiga shaftoli ekilish kerak. Yo, endi masalan, menga o'rik kerak emas, men tolqa shaftoli bilan shug'ullanaman. Masalan, ko'chat, masalan, bu olib borgan ko'chatim 5 yil menga hosil bergandan keyin yoki 6 yilmi, 7 yil hosil bergandan keyin orasiga men yana yangi qatorni o'rnatib chiqsam ko'chatni, to men eski shaftolim qariguncha yangi shaftoli yana ish boshlaydi. Xuddi shunday. Unday qilsangiz bo'ladi. Arasini 4 ga 3 qilasiz. 4 ga 3 qilasiz. Bunaqasi 4 ga 3 bo'ldi-ku, 6-7 yildan keyin shaftolingiz uni qarib bila boshlaydi. O'zi bilasiz. Keyin buni arasiga qadab chiqsangiz bo'ladi. U shaftolini kesasiz. Bular o'zi yana voyaga yetgan bilan yerdan unumli foydalanasiz-da. Aka, yana sizga savol aka. Bu yurtimizga, xalqimizga kerak bo'ladigan savol. Dehqonlarimizdan bir master klass. Aynan ko'chatni siz shu yilni qaysi paytida o'rnatishni tavsiya qilasiz? Akajon, ko'chatni o'zi uyquga ketish payti hozirda. Uyquga ketdi akajon. Bitta qira uchadi, mana barglari ham to'kiladi. Mana bu kuzgi
fasl noyabrda. 1-noyabrdan уже ekilish boshlanadi akajon. Ko'chat ekish. Ekish boshlanadi to mana yerimiz muzlaguncha. Dekabrda muzlaydimi 10-chi, qachongacha bo'lsa, tramoda ekishni men tavsiya qilaman. Bahorda eksa ham zo'r bo'ladi. Lekin tramoda eksangiz 1 yil oldinga ketadi. Biz yoshligimizda shu narsani ko'rganku biz 1 yil oldinga ketadi. Значит, siz tavsiya qilasiz yilni oxiriga, ya'niki noyabr oyidan уже ko'chatni qadasak bo'ladi yerga. Tavsiya qilardim noyabr. Уже ko'chat uxlagandan keyin уже yerimizga qadasak, уже to uyg'onguncha уже tasavvur qiladi, ko'chat уже yana o'zini avvalgi joyiga. Juda. Xuddi shunday parvarish bo'lib ketaveradi. Yer ham tanlamaydi. Xuddi shunday. Qo'yib, aka, ko'chat ekilayotgan joyga mahalliy mol nurisini, molni tappisini tavsiya qilasizmi aka? Albatta akajon. O'g'it sifatida. O'g'it sifatida tavsiya qilaman. Endi kimnidir aka mineral o'g'it olishga imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Xuddi shunday akajon. Ko'chat sotib oldim, misol yerga ishlov berdim. Endi mineral o'g'itga imkoniyatim yo'q, lekin molxonlar bor. Chorvam bor, chorvamdan chiqadigan mahalliy o'zimni molimni nurisi, ya'niki o'g'iti bor, tapisi. Shundan tashasam, yerimga shu ishlov bersam yoki ko'chatni atrofiga misol sizdan so'rasalar bo'lishi mumkin, necha kilogrammgacha molni nurisidan tashash mumkinligini hammasini o'rgatasiz, to'g'rimi? Xuddi shunday. Akajon, ko'chatni olib borib ekdingiz. Ekdingiz. 1-yil aka maslahatim, 2-yil, 1-2-yil buni girdiga nuri, dori, hech nima yaqinlashtirmaysiz. Suvdan boshqa. 1-yil, 2-yil o'zini tomirini, ildizini kuchi bilan o'zi ko'tarilib olish kerak. Bunga qo'shimcha o'g'itlar berish kerak emas. 1-yil, 2-yil. U aql o'zini tutib olgandan keyin yerdan, daraxtimizdan 35-40 sm yonroqdan 40 ga 20 qilib, enli qilib kavlab o'sha yerga yonidan 40 ga 20 qilib kavlab o'g'it 2 satil ketadimi, 3 paqir ketadimi solib qo'ysangiz, suvni shunday to'g'irlaysiz, shu chuqurchangizga boyagi o'g'it solgan chuqurchangiz, pori solgan chuqurchangizga shunday kirib, chiqib ikkinchisiga o'tib ketish kerak. Bu shunday o'g'itdan boka shunday suv tushadi-ku, tomirlar 2 yillik baquvvat o'zini ushlovga shunday sokday qilib tortib ildiziga beradi. Ana quvvatni ko'rasiz keyin. Ana shunaqa sirlari bor akajon. Endi misol ko'pchilik mineral o'g'it solishi mumkin. Endi men demoqchimanki, hammaning ham imkoniyati bo'lmasligi mumkin mineralni o'g'itga. O'zimizni molni, qo'yni masalan mahalliy nurini shuni tagiga solsa bo'ladimi degan maqsadda so'radim. Bu ham bir yurtdoshlarimizga mana bir master klass. Aka, nima qilamiz? Bir shaftolini ham bir qazib ko'rsatamizmi? Aka, bu ham payvandmi? Ha, payvand hasak. Hamma mana shu yerda 20 xil ko'chat bo'ladigan bo'lsa, hammasini payvand hasakisi bor. Aka, yana bir narsa so'ramoqchiman. Samarqand gilos degan ko'chat bor. Bor. Sizlarda ham bormi? Bor aka. Aka, shu ham ishoning, aka, eng nima deydi? Pulga boradigan meva. Xuddi shunday. Shaftoli, Samarqand gilos, bodom, yong'oq, bu mevalar kamyob bo'ladi aka. Xuddi shunday aka. Xo'p, hamma ham buni ekib bog' qila olmaydi. Shunday. Shu uchun so'rayapmanki, Samarqand gilos ham bormi? Misol kimlardir Samarqand gilos olmoqchi, misol 50 ta, 100 ta, kimdir shaftoli olmoqchi, kimdir o'rik olmoqchi, kimdir olxo'r olmoqchi, kimdir har xilidan qilmoqchi. Misol 1 gektar yerga masalan 50 ta undan, 50 ta bundan, 50 ta bundan hammasidan bo'lsin deyish ham mumkin yoki kimdir menga bir xil Samarqand gilosmi? Samarqand gilos. Shunday. Shaftolimi? Polni shaftoli bo'lsin deganlarga. Hamma ko'chatimizdan bor. Bor aka, 20 xil ortiq turimizdagi ko'chatlarimiz bor. O'zbekiston iqlimiga chidamli, o'sa oladigan, hosil bera oladigan ko'chatlarimiz qanaqa bo'lsa, daraxtlarimiz o'sha daraxtlarni ko'chatdan bera bor. Xo'p, aka, bular ham payvand bo'ladi dedingiz. Xo'p, bularning payvand tartiblari qanaqa bo'ladi? Bunga ham yo'voyisi bormi? Bor akajon, bor. Xohlasangiz kovlab ko'rsataman. Mayli aka, kovlab ko'rsating. Akajon, qaysimizda? Aka, sizlarning aslovnoy ish qurollaringiz mana shu tok qaychi bilan, mana shu lapata, aka. Bir chiroylisini qozing aka, shu Buxoro ketgan vaqtga sizni ham obro'yingiz bo'lsin, nasib bo'lsa. Inshaalloh. Buxoro ketadi bu ko'chat. Mana akajon. Mana sveji. Mana. Aka, ana hozir silkitdik mana bunaqangi yovoyi o'tlar. Bu yovoyi o'tlarimiz ko'chatimizga
salbiy ta'siri yo'qmi aka? Salbiy ta'siri yo'q. Aha. Bu tomiri alohida, bu o'zi yo'lga alohida. Lekin tagini, mana bu tomirini, girdlarini tozalab turish kerak. Chunki buni har xil joy bu. Bizlarda misol uchun mana bu o'timiz zarar yetkazmaydi. Buxorodan chiqadigan boshqa xil o'simlik buni tomiriga zarar yetishi mumkin. Shuning uchun birinchi yildan keyin ikkinchi yildan 50 sm atrofida yerda daraxtimiz girdidan bellab qo'yamiz. Yovvoyi o'tlar kelmasligi uchun. Mana. Aka, mana bu payvon. Olib keling operator. Mana bu payvon. Payvonni ko'rsating mana. 100% mana. Mana. Olib keling. Mana bu narsa payvon mana. Payvon. Payvon. O'zini yovvoyi tanasi o'zi yo'q. O'sha payvon ko'karib, mana buni mustahkam, o'sha novda bo'lgan. Xuddi shunday. Aka, endi buni qarang. Laba. Mana shu ko'chatimiz men olib etib Buxoroga o'rnatsam, o'sha Xudo xolasa, avvalo Alloh kelgusi yil o'sha hosil beradi. Inshaalloh. 5 tagacha, 6 tagacha hosil beradi, aka. Ha, beradi. Endi polni bermasligi mumkin. Polni maslaga 3 yil, 5 yilga kiradi deb akamiz, lekin bitta ikkita farzandlaringiz, bir yaqinlaringiz misol kelgan vaqtga bir kayfiyatni ko'tarish uchun kichkina niholam hosil solib bir tomosha qil deganga arziydigan, to'g'rimi aka? Xuddi shunday. Akajon, buni sizga bir yo'la mana kesish tartibini ham tushuntirib o'taman aka. Mayli. Agrotexnikasi kesishini akajon. Olib keling operator, yaqinroq ko'rsating. Agrotexnika. Mana bu shaftoli bo'ladigan bo'lsa akajon, bizlarning kitobimizda, dokumental kitobda yozilgan akajon, 70-75 eng baland kesishimiz, mana payvand bo'ladigan bo'lsa, payvanddan 75. Ja yuqori bo'ladigan bo'lsa, ana shunday tarzda kesiladi akajon. Xo'p. Kesilgandan keyin mana xohlasangiz bitta mana ichkariga kirib ko'ramiz. Mana. Keling operator. Mana olib keling. Mana payvand bo'ladigan bo'lsa, mana o'zimiz bog' qilganmiz. Payvanddan mana payvand turibdi ochiqda. Ochiqda. Yerdan balangan. Bizlar daraxtni mana qarang. 1 2 3. Mana shu yerdan kesgan bizlar aka. Kesganmiz bu yangi navda. Yangi navda chiqargan. 60, 70, 75 qo'yib kesganmiz. Bu nima bo'ladi keyin? Pastdan. Bo'ladi. Erta jiyanlarim, ishchilar bemalol chiqib pastdan teradi. Agar men sizga buni mana bu yerdan kesib bersam balanddan, bu juda ham baland bo'lib ketadi. Terish qiyin bo'ladi mevasini akajon. Mana aytdim aka, bir xil razmerga bunay nima kosacha bo'lgan. Kosacha bo'lgan. Mana shu ko'chatlarda mana. Olib keling operator mana. Olib keling. Qo'limizni qarang. Mana kesilgan. Mana bu yog'i ham mana kesilgan. Kosacha shaklda. Va mana bu ham kesilgan mana. Hammasi. Hozir mana buni ham mana shu qarang. Mana 1 2 3. Mana shu yerdan akajon mana kesiladi. Kesish payti ham bor-ku akajon, mana ko'zi tashqariga qilib kesiladi. Ichkariga bo'lmaydi, tashqariga qilib kesiladi akajon, mana. Mana akajon. Ko'ryapsizmi? Mana bu yerda ham ko'z tashqarida bo'ladi. Mana akajon. Mana. Keyin mana bu mayda shoxlarini shaftolini kesmaydilar. Uchini sal chernaydi, tagidan kesmaydi. Chunki hosil soladigan shox hisoblanadi. Mana shular to'la hosil. Aka qarang, mana bu ham kosa qilingan. Bunay. Bu ham yana kosa bo'ladi. Mana shunday bo'lib, aka ketaveradi. Bu sizga. Nasib, xudo xolasa aka. Nasib. Xo'p. Bu shaftoli bo'ldi aka. Shaftolimizni aytib o'tganimizdek aka, butun yoz davomida pishadigan sezonli nimalarimiz bor. Bahordan tramo, ya'ni kuzgacha pishadigan, hosil bera oladigan ko'chatlari bor. Xo'p, endi aka, olma ham bormi aka? Bor. Oldiga boramizmi olma? Mayli akajon, olmalar bor mana. Endi eng aslovnoyi masalan Buxoro sharoitiga shaftoli, o'rik, olma, Samarqand gilos, bodom. Hozir mana shaftolini ko'rsatdik, o'rikni ko'rsatdik, xo'sh, yana olxo'rini ko'rsatdik. Yana qanaqalari bor aka? Giloslar bor akajon. Giloslar bor. Qarollar bor, bodomlar bor, nok bor, bexi bor. Hammasi karlikvi. Mana karlikvi. Ular karlikvi degani kichkina bo'ladi. Kichkina. Bizlar bunday narsa bor-da akajon. Bizlar payvand qilishimizga mana daraxtdan borib hosildor shoxdan payvand qilamiz. Bizlarning ko'chatimiz maydaroq bo'lishi mumkin, lekin g'arav navda. Tekinxo'r navdadan o'sadi-ku akajon. O'shandan olib kelib bunga payvand qilinsa, u juda baland, bahaybat
chiroyli bo'ladi ko'chati. U hosil bermaydi. Xoh shaftoli, xoh zoldori, xoh gilos, xoh olma bo'lsin. Bizlar hosildor shoxdan payvand qilganimiz uchun ko'chatlarimiz akajon karlikvi. Mayda bo'lib, maydaligidan hosil bera boshlaydi. Olib borgan odam rahmatini aytadi. Zo'r. Aka bekorga aytmadingiz, mana shu imенно dalaga mani tishim chiqqan deb akamizni haqiqiy dehqon deb, haqiqiy bog'dor, bog'bon deb ayta olamiz, chunki shu bog' sohasiga akamizni tishi shu bog'ning ichiga chiqqan. Shu bolalikdan shu bog'ning ichiga o'zi bu sohani mutaxassisi bo'lib kelgan. Endi sizga ham aka boboyingizdan dadangizga, shunday. Dadangizdan sizga, xudo xolasa sizdan farzandlaringizga, xuddi shunday. Farzandlaringizdan sizning nevaralaringizga bu avlodma-avlod, bu nima deydi? Avlod bilan kelaveradi masalan. Kasbimiz shu. Kasbimiz ota kasb, bobo kasb, ota kasb shunaqa. Dehqonchilik zarur. Aka, dehqonchilik sohasi juda ham bir zo'r soha. Nimaga? Barakatli. Barakatli. Xalqqa beminnat, sifatli va chiroyli mevalarni yetkazasiz, dasturxonini boyitasiz. Xalqimiz duo qilayotgan vaqtga baribir shu boboy dehqonni ham kasbkoriga baraka bersin deb duo qilganlarini men ko'zim bilan eshitganman aka. Ko'zim bilan ko'rganman, quloqim bilan eshitganman. Boboy dehqonni ham duo qilinadi. Shu uchun nima deydi? Kasbkoringizga baraka bersin deydi-ku. Akajon, avvalo bizdan bir sababchimiz. Shuni. Avvalo Alloh. Shuni. Hammasi Allohdan. Shuni, hammasi Allohdan. Hammasi Allohdan. Biz ham bir sababchi bizlar. Shuni, nimagadir sababchi bizlar aka. Hammasi Allohning nazari ostida bo'ladigan ishlar. Haqiqatda ham bu gapingizga ham 100% qo'shilamiz. Chunki siz bilan men aka sababchi. Shunday. Sababini qilamiz. Xuddi shunday. Bu narsa bo'ladi. Allohim agar nazar solgan bo'lsa, beradi. Shu uchun aziz obunachilar, mana shu narsani sizlarga ko'rsatyapmiz. Bemalol ko'chat olaman degan aka-ukalarimiz o'sha otni qamchilang, ulgurib qoling. Kelib ko'chatni olib, yangi yil kirmasdan turib agar ko'chatni o'rnatadigan bo'lsangiz, aynan noyabr, dekabr oylariga o'sha ko'chat o'sha 1 yoshga to'ladi yangi yilga. O'sha 2026 ga deylik, o'sha ko'chat 1 yoshar bo'ladi. 1 yoshar ko'chatingiz anchagina oldinroq sizga hosilga kiradi. Shunday, chidamli bo'ladi. Chidamli bo'ladi va yana chidamli bo'ladi. Aka, bularni ham misol olib borib hozir o'rnatganimizdan keyin bunga bir ximiyaviy dorilardan bir обработка, ya'ni ishlov berish kerakmi? Akajon, bunga nima qilamiz? Buni avvalo ekamiz. Ekish tartibini ham tushuntiraymi akajon? Mayli, mayli aka. Akajon, bunga 40-50 sm kovlaymiz yerda. Chuqur qilib kovlaymiz. Keyin mana payvandi-ku. Payvandini akajon birinchi yerda chuqur qilib kovlaymiz. Tomirlarini o'sha dehqon boboni oldiga borgandan keyin mana bunday kesiladi. Chunki buni kesganimiz aka, bu keskandagi bu shashdan qaytadi, o'zidan kapillyar tomirlar chiqaradi. Kapillyar tomirlar chiqaradi, oziqa tomirlar hisoblanadi mana bular. Chuqur qaytaradi, oziqa tomirlar yonga uradi. Shu uchun qilib qo'yamizdan aka. Mana shu payvanddan o'tkazib qo'yamiz. Payvand Lubboy eshiting. Lubboy ko'chatni payvanddan 5 sm o'tkazib qo'yamiz. Ko'mamizda tepmaymiz, preslamaymiz. Tepmaymiz, preslamaymizdagin aka. O'tkazib ko'mdingmi? Har birini o'tkazib ko'mgandan keyin ustiga bir chelak suv solamiz. Oddiy suv. Oddiy suv solamizki, bu ko'milgandi boya. Suv bosadi turpoqda aka. Bosib mana shu tomirlargacha ochib yuboradi. Ochib yuboradi dagin suv tushgandan keyin tuproq yoriladi. Yorilgan joyga yerni betidagi turpoqdan olib solib qo'yamiz. Dagin payvandni keyin ko'mmaymiz, sila qilib qo'yamiz. Suvni solgandan keyin suv turpoqni bosadi. Keyin turpoqni yana gattak solamiz, payvand bilan beti bilan sila qilib qo'yamiz. Mana o'zim daraxtimni ko'rdingiz, payvandni ko'tarib ko'mib qo'yganman. Daraxtlarimni. Payvandni yuzalay turibdi. Chunki bu 1-2-yil, 3-yil ko'milmay tursin. Buni nafas oladigan joyi burni hisoblanadi. Nafas oladigan joyi hisoblanadi akajon. Shuning uchun bu ko'milmaslik kerak. Boshiga ko'masiz, suv solasiz, suv ochadi. Yana turpoq bilan mana shu payvandini sila qilib qo'yasiz. Payvandini. Payvand joyi ochiq havoga bo'lish kerak. 1-2-yil to o'zini qalinlashib tutib olguncha. Keyin o'sha ko'milsa ham bo'ladimi? Bemalol. 3-yildan ko'milib ketsa ham bo'ladi. Hech narsa qilmaydi. Xo'p, siz aka ko'chatlarni mana hozir bir qatorga xuddi paxta ekilganda ko'rdik. Paxta ekilganda turibdi. Buni siz shu ariq qilib qozib chiqasizmi birinchi yo har bittasi uchun 4 burchak qazib chiqasizmi?
Yo'q, akajon. Bizlar birinchi yerda shudgor qilamiz. Aha. Keyin kultivatsiya deydi. Aha. Chizil deydi. To'g'rilab yerda tekis qilamiz. Aha. Tekis qilamiz. Hozir bu tushuntirishlarimizdan keyin men sizga hozir ekilayotgan ko'chatimiz joyiga ham ko'rsataman. Ha, yangi ekilayotgan joyga ko'rsataman, tayyor bo'ladiganini ko'rsataman. O'zingizlar tushunib olasiz. Tekis qilib buni xuddi ariqcha qilib olib chiqiladi, narezka qilib olinadi-yu, o'rtasini chizib chiqamiz. Qator qilib chizib chiqib, urug'larni qadaymiz. Ustini ko'mamiz, ana unda bu chiqadi. Aka, bu donagidan chiqadi-a? Donagidan. Donagi qadab chiqiladi. Donak, shoftoli, zoldori, hammasi donaga. Yo'q, hammasi deyilmaydi. Gilos, behi, olmalar bedonagam. M106 deydi olmalarda. Tagini Padmoylik deydi bizlarga. Ana shunaqa o'zining kalta cho'kkisi bor. Ana shuni ekib chiqamiz. M106 deydi, yarim pakana deydi. Ana shunday ekiladi. Giloslar, tagi boshqacha bo'ladi. Qalamchasi bor, qalamchadan qilinadi. Olmalar. Qolgan hammasi donakdan bo'ladi. Mana bu shaftoliga keladigan bo'lsak, mana tomiri, o'q tomir, popuk tomir ham hisoblanadi. Bu tomiri sho'r yerga, qumlik yerga, toshloq yerga moslashgan. Uchalasiga moslashgan. Bu chidamli hisoblanadi. Xo'p, aka, buni hozir ana shu payvandi, balandi, shaftoli, pasti qanaqa daraxt? Shaftoli donak. Shaftoli donak ham bu ham. Shaftoli daraxt ham bu ham. Pasti ham shaftoli daraxt. Misol eshitib qolamiz, olmani behiga payvand qildim yoki behini olmaga payvand qildim. U bo'lmaydi akajon. Sizlar jamoa shamol bormi? Shamol bor. Shamol bor. Agar qarang, olmani tagiga olma tushishi kerak deydi. Olmani tagiga shaftoli tushmaydi. Olmaga shaftolni urib bo'lmaydi. Bo'lgan taqdirda mana payvand joyidan borki, erta shamolga bir 2 yildan keyin qarsillab sinib ketadi mana payvand joyidan. Mo'rt bo'ladi. Mo'rt. Mo'rt bo'ladi akajon. To'g'ri, lekin haqiqatda ham. Значит, shaftoliga shaftoli payvand bo'ladi, olmaga olma, behiga behi, nokka nok. Nokka nok. Xuddi shunday, qaroliga qaroli. O'ziga o'zi akajon. Keyin mana bu payvand joyini kimni qiyshaytirib sindiraman degan joy bo'lsa ham sinmaydi. Agar boshqa narsa ulangan bo'lsa edi mana bu yerga, boshqa bunday qilmasingizda sinib ketadi. Po'sti birikmaydi. Po'sti birikmaydi. Hozir bu o'zini o'sha mevadan bir xil mevaligi uchun po'sti birikadi ikkalasini. Xuddi shunday. Tagi ham shaftoli, usti ham shaftoli, po'st birikadi. Birikib bu mustahkamlik hosil qiladi. Lekin olmaga shaftolini payvand qilsa bu birikmaydi po'sti. Misol olmani po'sti qalin bo'lishi mumkin, qattiq bo'lishi mumkin. Shunday. Yoki shaftoliniki yumshoq bo'lishi mumkin. Shunday. Qattiq bilan yumshoq hech qachon kelishmaydi. Xuddi shunday akajon. Bo'ldi, men siz tushundim aka. Значит, qanaqa hosil beradigan daraxt bo'ladigan bo'lsa, o'zini oliy navdagi o'sha tanadan payvand qilish kerak. Xuddi shunday akajon. Keyin aytgan sortingiz, aytganingiz bo'ladi. 100% garantiyalik. Xo'p, bu tomonimiz polni shaftoli. Zoldori. Ana endi olmaga ketamiz. Olmaga ham ko'pchilik olmani ham qiziqadi. Olma o'rnataman, nihol olaman deganlarga olma niholni ham borib ko'rsatamiz. Xo'p, aziz obunachilar, mana olma paykolga keldik. Bu olma ko'chatlarimiz. Aka, bu olmalarimizni har xil navlardan bor, to'g'rimi? Xuddi shunday. Xo'p, nima uchun bular aka nihollarimiz past bular? Past. Sababi akajon. O'rik, shaftolda baland bo'lmagan. Akajon, bu olmalar karlikvi deydi bizlarda. Samarqandda, Buxoroda bilmadim. Karlikvi deydi. Bu yarim pakana deyilgan akajon. Yarim pakana degan bu tagi tomiri M106 deydi. M106 degani bu yarim pakana degani tez hosilga chaqiruvchan degani. Bu tomirga qarab farq qiladi. Buni ham kattalari bor, akayli yoqda upolyalarda bor, katta-kattalari. Bu o'zi shunday o'sadi. Bo'lmasa shaftoli, zoldor, gilos hammasi ishlov bir xil bo'lgan akajon. Buni zotida shunday. Kim bu boya sizga aytganimdek hosildor shoxdan payvand bo'lgandan keyin yarim pakana bo'ladi. Buni avlodida, genida shunaqalik bor. Keyin buni hozir bu M106 akajon. Buni tomiri yuzalay bo'ladi, o'q tomir bo'lmaydi. Buni popuk tomir bo'ladi, suvli yerlarga unumdor yerlarga zo'r bo'ladi bu. O'zini tutib ketishi
zo'r bo'ladi. Necha yilga hosilga kiradi bular? Akajon, bular olmalar 2-yildan hosilga kiradi. Bular. Ha, 2-yildan hosilga kiradi, 100% kiradi. Boyagi aytganim, bular yarim pakana deganim shular. Polikarlik degani bor. Bundan bir pog'ona baland. Uni bo'ylari ham baland bo'ladi akajon. Bo'ylari ham baland, hosil solishi 1 yil keyin bo'ladi. U o'q tomir bo'ladi. Mana bu o'qildiz Buxoro, Surxondaryo, Xorazm, Qoraqalpoq, Jizzaxda cho'l yerlarga aka, sal toshloq, qumli yerlarga uni men tavsiya qilaman. Shu yerlarga. Chunki uni tomir o'q tomir bo'ladi. Yerga ketadi. Yerga ketadi aka. 28-30 metrgacha ketadi. U olma daraxtimizga qanaqa sort bo'lishidan qat'iy nazar bir 2 yil suviga 3 yil yaxshi qarab tursa, o'g'itini o'zlar biladi. Qanday, kimni sharoitiga qarab, boya aytganimizdek aka, kimdir nuri, kimdir mineral o'g'itlar soladi. Unga esa akajon 2 yil yaxshi qarab tursa suvdan bir tomirini otib olgandan keyin unga saratonga qarashsa bo'ldi. Ana shu plyus taraf bor. Yildan yilga suvimiz kamayib boryapti. Yildan yilga kamayib boryapti. Men obunachilaringizga tavsiyam, obunachilaringizga bundan ham ko'ra uni tavsiyam. U 1 yil kech hosil berishi mumkin. U daraxti katta bo'ladi. Daraxt katta bo'ladi. 3-yil hosil beradi, daraxti katta bo'ladi, hosil tonna ko'p beradi. Ildizi zo'r bo'ladi. Suvda mineral o'g'itlarni o'zi tortib ola oladi. Bu esa bunga qarashish kerak. Bunga qarashsangiz zo'r bo'ladi. Tomir M106 buni. Qo'yib aka qarang, bexi ham bor ekan shu yerga. Bor. Endi bexi ham ja unchalik ko'p emas. Talabga binoan bexilarimiz. Mana. Zo'r. Bular ham aka hammasi bir paytga o'rnatilgan. Xuddi shunday akajon. Bir paytga o'rnatilgan ko'chatlarimiz. Bexilarimiz. Bular Isabella degan sorti bor aka. Bexina. Isabella deydi, katta bo'ladi. 2 xili bor. Non bexi bor, Isabella tosh bexi bor. Non beximiz sal noklarga murotga o'xshab ketib, salmi usti cho'zinchoqroq bo'ladi. Isabella esa kattaligi akajon, yaxshi qarasangiz ana shunday ham bo'ladi. O'g'itini berib, suvini berib. Juda shirin, zo'r bo'ladi. Agrotexnikasini joyga qilsangiz. Xuddi shunday aka, zo'r, chotki bo'ladi. 2 xil sorti bor bexini. Olmani esa akajon 7-8 xil sorti bor. Olmani 7-8 xil. Olmani 7-8 xil sorti bor. Qarang. Erta bahordan to kuzgi faslimizgacha pishadigan bor. Birinchisi shirin olmacha, atlas nusxa bo'ladi. Uni ham 2 xili bor. Oqi bor, qizili bor. Bor, qizili bor. Undan keyin pishadigan gala degan yangi sortimiz bor. U qizilimtir gulobi sariqroq bo'ladi. U shirin olmacha tugab, to mana bu qizil 5 yulduz goldenimiz pishgancha o'rtada pishadigan olma yo'q bilsangiz. Ana shu bozorlarimizga kirib keladi. Ana buni narxi ham qimmat bo'ladi. Undan kam chiqadi-da. Shuning uchun o'sha ko'chatidan ham bor. Hozir aka, biz olim Buxoroga ham intensiv bog'lar juda ko'p. Shu intensiv bog'larga endi ular qanaqa ko'chat qurgan? Intensiv bog'larga M109 degan sorti bor. Intensiv ular xarajat qilib shpalerga sim tortish kerak. Stalba qo'yish kerak. Misol uchun bitta boqqa mana bu yerdan 30 million xarajat qiladigan bo'lsa, to 2 kungacha bizdan olib, unga yana xarajati yana 30 million qo'shiladi. Misol uchun, endi misol tariqasida aytaman. Hisoblab chiqqanimiz yo'q. Unga sim oladi, stalba qo'yadi, tortadi. Shunda xarajat ko'p bo'ladi. O'shani o'rniga u ham xuddi shu narsani soladi. Misol uchun ular aka 3 ga 1,5 ekiladi u daraxt. Intensiv M109. 3 ga 1,5 ekiladi. Bu men aytayotgan olmalarim aka 4 ga yoki 3 ga 5. Lekin kelajakka ekoni massiviy hosili 1 xil tonna beradi. Buni daraxt katta 3 ta 4 ta daraxtni hosilni beradi. U 3 ta 4 tasi buni bittasini hosilni beradi. Mana. Zo'r. Keyin Kremson qizil. Kremson degan olmamiz bor. Kremson. Keyin o'shani 5 yulduzligi bor. 5 yulduz Baxmalda Kremson 5 yulduzlik Baxmal olma ana shulardan bor ekan. Keyin Golden A5 Golden bor. Ko'p dehqon bobolarimiz adashadi. A5 Golden bor, keyin Super Golden bor. Mevasiga qarang, qanday farq qiladi. A5 Golden sariq bo'ladi. Super Golden bir tarafda palasa, qizil globum tirchasi bo'ladi. Ana shunga bozorga borsangiz qaysi birini olardingiz sizga savol.
chiroylisini olasiz. Dasturxonimga, farzandlarimga deysiz. Bozorga uning narxi 1000 so'm, 2000 so'm qimmat ham. Golden so'raydi dehqon bobolarimiz. Golden mana golden berib olar. Yo'q, uni tushuntirib berish kerak. Keyin undan ham eng zo'ri Pink Lady Rose Glob olmamiz bor. Hali uzganimiz yo'q shuni. Pink Lady, ha, uzganimiz yo'q. O'ta qattiq bo'ladi olma. Yo'q, uncha qattiq bo'lmaydi. Ko'p qattiq bo'lmaydi. Abishni olmalardek bo'ladi. Juda shirin. Glob bo'ladi, hali uzganimiz yo'q. U hozir chetga eksport qilyapmiz aka. Fora Isuzu mana Qozog'iston, Rossiyaga bizga juda ko'p olinyapti. Chiqaryapmiz. O'zimizning katta bog'larimiz bor. Ana shu Pink Lady Rose Glob olmamiz ham bor. Katta zo'r bo'ladi. Vaqtimiz yetsa bir boramiz. Nasib. Xudo xolasa, terlayapti. Xullas bugun nima deydi? Men o'zimda ham kayfiyatim ko'tarildi, yurtdoshlarimizni ham kayfiyatini ko'tarish maqsadida shu sohaga qiziqqan, bog' yaratmoqchi bo'lgan akalarimiz, ukalarimizga xudo xolasa bu videomiz nima deydi, bir mazza qilib ko'rsangizlar, shu olma niholini olmasangiz ham akamizdan bir master class, ya'niki bir bilmagan narsangizni mana video davomida bir akamiz aytib boryaptilar. Bu narsa o'zingizni hayotingiz davomida kelajakka sizga kerak bo'ladigan ma'lumotlar deb o'ylayman. Xudo xolasa ko'chat bo'yicha vadavan qilib akam oldilariga kelaverasizlar. O'zbekistonning 12 ta viloyati, qolaversa qo'shni respublikalardan ham kelib shu yerdan xarid qilsangiz bo'ladi. Xuddi shunday. Xo'p, aka ana endi olmani tushuntirdingiz. Endi gilos. Gilos? Ha, gilos bormi bu yerga? Gilos bor aka. Mana 2-3 xili bor. Bu yerda gilos, nok ham bor aka. Xolasa bir nokni tushuntirib o'tib ketaylik. Mayli aka, nokni tushuntiring. O'zi ham dalaga kirmaganimizga ham ancha vaqt bo'ldi aka. Xudoga shukr, maza qilib bir chiroyli tushuntirib ma'lumot bo'ldi aka. Mana akajon, bu nokimiz. Ha, mana noklarimiz aka. Qo'lni mana shu noklar. Noklarda aka yevropeyskiy sortlari bu. Santa Maria deydi aka. Santa Maria degan sortlari bor aka, yangi sortlar. Kiwi nok deb eshitganmisiz? Ha, eshitganman. Ana shu kiwi noklar bor aka. Dushes degan sortlari bor aka. Bozorbob. Iranskiy degan noklar bor aka. 4 xil, 5 xil noklarimiz ham bor aka. Sveji, chotki mana o'zingiz ko'rib turibsiz. Yaxshi noklar bor. Barra holatda turibdi. Aka, bu ko'chatlarimiz qanaqa bular? Bu ko'chatlarimiz aka, bu ko'chatlarimiz ham gilos aka. Gilos. Ha, bular bu yilga tayyor bo'layotgan gilosimiz aka. Samarqand gilosmi aka bu? Ha. Samarqand gilos deysizlar sizlar. Aynan Samarqand gilosining ko'chatlari. Mana. Bular bu yilga tayyor bo'ladigan. Shuning uchun bularga indamaymiz. Bu yil kelsalar, bu yilga tayyor bo'ladigan. U yerda bu yil hozir tayyor bo'lgan gilos ko'chatlarimiz bor aka. Lekin mana shu yilga 2025 ning oxiri, 26 ning boshiga kelib Samarqand gilos ko'chatini so'rasalar topib bera olamiz. Ha, mana bu yerda turibdi akajon, bor. Xo'sh, olmadan keyin qaysi ko'chatimiz bor aka? Olmadan keyin akajon bodomimiz bor. Bodom, ha, bodomimiz bor. Bodomimiz esa qilich bodom. Prezidentskiy bodom, navli. Prezidentskiy navli bodom deyiladi akajon. Chunki u nimaga bunday deydi? Oliy toifali, oliy bo'lgan, navli bo'lgani uchun shunday nom berilgan akajon. U juda zo'r va juda boyagi kattaligi ham juda katta bo'ladi. Qilich bodomimizni ham, prezidentskiy bodomimizni ham. Mana aka shu. Hey bu yoqda. Bular ham olma aka. Ha, hammasi olma aytganman. Ketguncha olma. Jeremy degan olmalar aka. Hammasi bor. Mana shu tog' yon bag'rlarida mana shunday mehnat qilib, tog'ni ham bitta ko'rsiting. Mana Samarqand tog'larini ko'rmaganlar bo'lsa, o'sha quyosh tog'dan pasaydi aka. Ha, ufqdan botyapti. Bu yerga o'sha quyosh erta botar ekan, ha? Shunday aka. Tog'dan pastga tushadi-da. Xuddi shunday. Samarqand bir kosa deydi-ku. Nimami? Qorong'i ham tez bo'ladimi yo shu holatga turadimi? Qorong'imi? Ana shu holatga. Ha, shunday holatga turadi desam bo'ladi, yorug'likda. Biror soat. Ha, turadi akajon. Biror soat shu holatda turadi. Xuddi shunday. Quyosh botgandek holatga. Xuddi shunday akajon. Mana akajon, mana giloslarimiz, mana aka. Slivalarimiz yangi sortlar mana. Giloslarimiz aka. Gilos bular. Samarqand gilos bular ham. Ha, mana Samarqand giloslar mana shular aka, mana. Mana shular ketgan dakansa Samarqand giloslar. Даже mana shu ko'chat ham mana, ko'chat mana shu ham. Bu ham aka 1 yillikmi, 3 yillikmi bu ham? Bularmi?
Akajon, bular ham 3 yillik hammasi. Hammasi 3 yillik deylar, yilma-yiliga hisoblasak 3 yil. Atak 1 yillik hisoblanadi, lekin sizlar tillaringizda 1 yillik, bizlarda 3 yillik. Ko'chat olaman desangiz, mana kelaverasiz. Ko'chat, Samarqand gilosli ko'chatlariga e'tibor beringlar. Bu uje boradi, uje 2026-yildan sizning xonadoningizga uje hosil berishni boshlaydi. Xuddi shunday. Xuddi shunday. Samarqand gilos ko'chatlarimiz. Bu yangi sortlar bor aka. Bu Skina degan sorti. Skina degan sort bor. Lapens degan sorti bor. Har xil sortlardan bor aka. Qora shahzoda degandan bor. Sariq ham bor, Samarqand gilosi. Ha, albatta. Sariq pishadigani. Ha, sariq bu kompot varennilarimizga, xonadonlarimizga zo'r. Shunaqa. Mana bu yerda esa akajon, mana slivalarimiz bor. Olxo'ri. Olxo'ri deydi-da, sizlarga, bizlarga sliva deydi. Boyagi yangi sortlardan, qora shahzoda deganlardan bor aka. Zo'r. Black Diamond, Black Blender hammasidan bor aka mana. Ko'ryapsizmi? Hammasi. Mana, ketgan oxiri. Zo'r. Ko'chat bu misol daraxt o'rnatsangiz ham, xudo xolasa, aytib o'tganimizdek, daraxt ham tabiatni kislorod bilan ta'minlaydi va mevasi esa o'zimizni dasturxonimizni bezaydi. Xo'p, aka, bularimiz ham Samarqand gilosmi? Ha, Samarqand giloslar. Bu tanasini bizlar buni uje chiqaryapmiz, ertaga kovlash boshlaymiz. Tanasini buni qo'limiz bilan shilib chiqdik. Ha, bargini tushirib chiqdik, tezroq uyquga ketishi uchun. Mana bular esa aka majburlab uxlatdik deb. Ha, shunday qilsak ham bo'lar. Mana aka bodomimiz mana. Mana bular bodomimiz aytganimizdek aka. Qilich bodom, prezidentskiy bodomlarimiz aka bu. Bu navlari. Navlar, yuqori navli aka bular ham aka. Oliy navlar. Oliy navli. 100% garantiyalik. Samarqand Shredder deb kelsalar, mana bizlar shu yerda. Xo'p, aka, nima qilamiz? Samarqand gilosni ham bir qazib, bir ildizlarni ko'rsatib beramizmi? Xuddi shunday akajon. Qanaqa ildiz bo'ladi? Xo'sh, qanaqa iqlimga, qanaqa sharoitga, misol nima deydi? Ko'karib ketadi, buni ham tushuntirib beramiz. Xuddi shunday. Doston. Mana ikki do'st shu sohani boshlaganlar, gap yo'q. Dostonbek akamiz bilan Ramiz akamiz mana Samarqand gilosimiz. Samarqand gilos. Xullas, ko'chatlarimizga akamiz aytganlaridek aytilgan meva bo'lishiga garantiya beraman dedilar akamiz. Garantiya beriladi. Mana akajon bu Samarqand gilosimiz va aytgan Skina. Mana shunday turishda bo'ladi. Mana tomirlari aka, mana qarang. Aka, bu ham payvon bo'lganmi? 100% mana suv chiqishini qarang mana. Sal chetgandan suv chiqadi mana. Mana shu Samarqand gilos aka, buni ham tomiri 2-3 xil bo'ladi akajon. 2-3 xil bo'ladi. Tagi tomiri boyagi qora olcha deydi. Qora olcha deydi. Qora olcha deydi. Shundan bizlar qalamchasni olib ekib qilamiz. Qora olchaligi bor, keyin donagligi bor. Donagligi aka cho'l zonalarga, tog'li zonalarga yaxshi. Suvsiz joylarga ham ketaveradi. Suvsiz joylarga zo'r. Popuk tomirligi esa popuk tomirligi popuk tomirligi akajon ana ularga zo'r. Nima deydi? Suvlik joylar. Mana bizlarda Samarqandda Jonboy rayonimizda, Jonboy rayonimizda yeri suvlik. 2 metr, 3 metrdan chiqadi. Ana shunday joylarga akajon, mana tagi qora olchalik, olvoli deydi Samarqandda. Ana shunaqaligi zo'r. Qurimaydi, boshqamaydi. Atak cho'llik zonalarga, toshloq qumli yerlarga boyagi aytganimiz donagligi zo'r akajon. Aynan aka, Samarqand gilos bizga eng oliy sifat, masalan, ko'chat ham eng oliy sifat meva ham aka. Xuddi shunday. Buni Samarqand gilosni ko'chatini o'rnatib, shuni ketidan biznes qilayotgan akalarimizni ham men bilaman. Shu Samarqand gilos orqali tadbirkor bo'lgan. Maydoniga, yeriga shundan ekkan, xudo xolasa yaxshigina daromad qilib o'tiribdi. Shunday. Bu gilosimizda ham gektarga plantatsiya qilib ekganda unumli foydalanish uchun bizlar maslahatimiz, gilosdan tonna olish baribir 6-chi
5-yillardan bo'ladi yoki 7-yillardan bo'ladi. Uni arasiga xuddi mana shaftoli daraxt bo'lsa, arasiga xuddi mana o'rtasiga mana ikkita shaftoli daraxtning o'rtasi bo'lsa, mana ikkalasining o'rtasi bo'lsa, mana ikkita gilos deylik. O'rtasiga shaftoli ekishga biz tavsiya beramiz. Chunki shaftoli tez hosil beradi. Tez hosil beradi va bozorga tez chiqadi. Gilosga qaraganda. Gilos keyin umri uzoq hisoblanadi. 30-35 yil buni umri bo'yi aytib o'tganimizdek kaltaroq hisoblanadi, tezroq hosil beradi. Daromadga tez chaqiradi bu. Shuni ham maslahat beramiz. Gilosni o'zini ekib qo'yib, yerdan unumli foydalansa bo'ladi. Atak arasiga shaftoli eksa ham juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi akajon. Aka, shuncha maydonni endi shu ikkalalaringiz ikkita o'rtoq birga amallashmoqlasizlarmi? Xuddi shunday. Endi bizlarda ota-bobomiz ham shu ko'chatchiliklar bilan shug'ullangan. Bizlar endi nevara, farzand ota kasbini davom ettiryapmiz. Ota-bobolarimizni kasbi. Ota-bobolarimiz kasbi bizga o'tib kelyapti. Shuni bizlar davom ettiryapmiz. Qo'ldan kelsa harakat qilib O'zbekiston yurtimizda dasturxonlarga shu bizdan qo'limizdan kelgan yordam shularni yetishtirib beryapmiz. Xalqimizni dasturxoniga chiroyli va sifatli mevalar bilan nima deydi, qo'ldan kelguncha ta'minlashga sizlarning ham hissalaringiz qo'shilyapti aka. Xuddi shunday. Shunaqa. Gap yo'q aka. Bu yerda mana slivalarimiz bor aka. Har xil sortdagi mana ko'p xil sliva. Keyin ana u yangi bitta zo'r sorti bor. Ruha Janona degan sortlari bor. Zoldorimizda anavimizni bu janib anavi deyiladi. Yangi sorti bor. Slivamizda Yujniy Krasavitsa degan eng birinchi pishadigan sortlardan bor. Birinchi. Buni chetga Rossiya, Qozog'iston eksport bo'plari bor. Yujniy Krasavitsa bor. Keyin mana bu xuddi shuni avgust oylarida, avgust 25lardan keyin pishadigan katta bo'layotgan Black Diamond degan sortlar bor. Ichi qizil, sariqlari bor. Yangi sort, italyanskiy sort deyiladi bular. Shulardan bor. Slivalarimiz 3-4 xil sortlar. Vingerka deysizmi, Chorna Sliv deysizmi, har xildan bor slivalarimizda ham. Xo'p, operator, keling endi ana shu yerga. Mana shu yerga boshlagan edik videomizni, mana shu yerga nasibimizga yakunlaymiz. Xo'p, aka, mana ko'chatlarni Samarqand viloyati Shreder mahallasidagi ko'chatchilikka ixtisoslashgan sizni mana dalangizga keldik. Ko'rsatdik qo'ldan kelguncha, ma'lumotlar berdik. Endi ko'pchilik buni ko'chatlarimizni narxini so'raydi aka. Narxlari nech puldan endi aka? Bu ko'chatlarimizni mana umumiy qilib aytadigan bo'lsak, ko'chatlarimiz nech puldan boshlanadi, nech pulgacha? Baribir ko'chatlarimizni sortiga qarab, naviga qarab baribir narx belgilanadi. Hammasi ham bir xil bo'lmasligi mumkin. Shunday akajon. Hozirda 2025-yilni noyabr oyini 2-10 kunligiga turibmiz. Xuddi shunday. Shu kecha kunduzda sizni bog'ingizga Samarqand viloyati Shreder mahallasida xo'sh, Ramiz akamiz va Doston akamizni mana shu bog'lariga narx-navolar nech pul ko'chatlarimiz? Akajon, avvalambor yana xush kelibsiz. Rahmat. Shu yerga kelganingizga rahmat. Bizlarda ko'chatlarimiz narxiga keladigan bo'lsak, akajon, misol uchun olmalarimizdan boshlasak, olmalarimizda akajon hamisha katta sondagi ko'chatlari arzonroq, любой sortini kam bo'lsa, misol uchun 20 ta 30 tagacha bo'lsa qimmatroq. Mana bu olmalarimizda akajon 10 ming so'mdan 16 minggacha qilib bera olamiz. Olmalarimiz 10 mingdan 16 minggacha. Chunki buni sortiga qarab. Ya'ni misol uchun 16 minglik sortini 10 mingga bera olmaymiz. Shunday. 10 minglik sortini 16 ming deya olmaymiz. Bizda haq halol aytiladi, qilinadi. 10 mingdan 16 ming so'mgacha akajon. Noklarimiz aka 15 mingdan 25 minggacha bor. Noklarimiz. Har xil 25 minggacha. Giloslarimiz akajon. 28 mingdan 65 minggacha bor aka. Bu Samarqand giloslari. Samarqand giloslari, Yevropey sortlar aka, yangi sortlari. Sortiga, tagiga qarab. Xo'p. Tak, bodomimizga keladigan bo'lsak akajon, bodomimiz aka stabilni 15 ming so'mdan. Bodom bir xil 15 ming so'mdan. Mana slivalarimizga keladigan bo'lsak akajon, slivalarimiz esa olxo'ri. Olxo'rilarimiz esa akajon 15 mingdan 18 ming,
shu arafasida aka, shunday narxi. Zoldori, shoftollarimiz akajon. Zoldorlarimiz aka 18 mingdan 25 minggacha. Shoftollarimiz ham aka 15 mingdan 20 minggacha. 15 mingdan 20 minggacha shaftoli. Qo'sh, zoldorichi 18 mingdan 25 minggacha. 25 minggacha. Xullas, hozircha eng qimmat nihonlarimiz, ko'chatlarimiz 25 mingga. Ha. 25 minggacha. Bu shu yerdan qazib beriladigan narx. Xuddi shunday. Dastavka bo'ladigan bo'lsa, o'sha boshqacha narx bo'ladi. Dastavka bo'ladigan bo'lsa ham aka, boshqacha narx qanday? Dastavka qiladigan mashina narxlarini klientimiz o'zlari kelishadilar, qancha bo'ladi, to'laydilar. Bizlarga mana shu kelishilgan donai narxlarimiz bor dediki, 20 ta 50 tagacha o'sha telefon orqali kelishamiz. O'sha donaga baribir sal qimmatroq bo'ladi akajon. Optimum narxdan ko'ra. Shunaqa. Donaga qimmatroq bo'ladi, salgina. Ko'p emas. Xullas, Samarqand viloyati Shreder mahallasiga 10 ming so'mdan ko'chatlarimiz. Kelasiz, akalarimiz siraziga qazib beradilar. To 25 minggacha ko'chatlarimiz tayyoriga bor. O'zingiz ustiga o'tirib, qazdirib yoki qazib olishingiz mumkin. Meni taklifim, o'zingiz keling, ko'chatni yerga o'rnatilgan holatini ko'ring. Qanaqa holatda, kayfiyati qanday? Ana undan keyin olib borib ko'chatni o'rnatsangiz, o'shanga qarab siz davom ettirasiz agrotexnikalarni ishlatishni. To'g'rimi aka? Xuddi shunday. Taklifimiz, o'zingiz keling, ko'ring, ana undan keyin ustiga yana aytilgan narxlardan o'tib beriladi. Sizning obunachilaringizdan, sizning otingizdan kelsa akajon, nasib. Xudo xolasa bonuslarimiz bor. Narxlarimizni ham chiroyli qilib beramiz. Nasib. Hech kim aytgan narxiga aytganini qilmaydi. Shunday. Baumid dunyoma kelishib, hammasini akkuratni chiroyli qilib beramiz. Nasib, Xudo xolasa hammamizning xonadonimizga mana shunaqangi jannat mevalardan bo'lishini tilakdoshiman. Hammamizga bo'lsin, xonadonimizga farzandlarimiz, nabiralarimiz, xo'sh, yaqinlarimiz yeb shu mevalardan maza qilsa, bu sizga nima deydi, bir maza qilasiz odam. O'ziz qurgan daraxtni, ko'chatni, mevasini Xudo xolasa o'ziz, farzandlaringiz, sizdan qoladigan avlod agar yeb bir maza qiladigan bo'lsa, buni Xudo xolasa nima deydi, savobi sizga ham tegib turadi. Ko'chat o'rnatish bu eng yaxshi va eng oliy savoblardan biri. Soyasiga o'tiriladi, mevasi yeyiladi va mana tabiatga ham buni foydasi bor. Xuddi shunday akajon. Shunaqa. Shu bilan videomizni yakunlaymiz. Videomizga xato, kamchiliklar bo'lsa uzr. Ekranda akamizning telefon raqamlari bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib bog'lanishlaringiz mumkin. Manzil Samarqand viloyati Shreder mahallasi. Bemalol kelaverasizlar. Rahmat.